Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Dekabr oyi pensiya puli qachon to'lanadi va shu haqda batafsil. Yangi oy kirdi. Pensiyam plastik kartamga qachon tushadi yoki naqd shaklda qachon olaman kabi fuqarolarda savollar tug'ilishi tabiiy. Pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limlari har to'lov oyining 2-kuniga qadar to'lov topshiriqnoma videomostlar shakllantiriladi va videomostlar oyining 4-kuniga qadar pensiyani fuqarolarga yetkazib berish topshirish yuklangan tashkilotga taqdim etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 4-maydagi PK 5102 sonli qarori bilan pensiya to'lovlari uchun talab etiladigan mablag'larni pensiya jamg'armasi har oyning 5-sanasiga qadar pensiya oluvchilarning shaxsiy hisob varaqlariga yoki plastik kartalariga moliyalashtirish belgilangan. Xalq banki tomonidan naqd shaklda pensiya oluvchilarning mablag'lari tasdiqlangan grafiklar asosida sayyor kassalar tomonidan har oyning 4-27-sanalarida mahalla fuqarolar yig'ini MFYga borgan holda to'lab beriladi. Dekabr oyi uchun pensiya qachon to'lanadi? Yuqoridagilardan kelib chiqib, pensiya jamg'armasi tomonidan bank plastik kartada pensiya oluvchi fuqarolarga pensiya mablag'lari 5-dekabrgacha naqd pul shaklda oluvchi fuqarolarga esa 4-27 sanasiga qadar to'lab berilishi rejalashtirilgan deyiladi manba xabarida. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Siz bilgan va bilmagan xabarlar hali oldinda.